Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan texnikamizni bozordagi narxi ayni vaqtda 110 mingdan 120 ming dollar atrofida baholanyapti. Bu degani siz bu narxga Mercedes-Benz'dan GLS 450 yangi sotib olishingiz mumkin. Lekin 1-2 oy oldin bu texnikalar narxi 100 ming, 95 ming dollar atrofida edi. Bu degani Mercedes'dan misol uchun E200, E300 sotib olish imkoniyatiga ega edingiz. Buni sababi nima? Buni sababi dollarni Koreyada qadrsizlanishi bo'lyapti. Ya'ni dollar pastga tushib ketyapti, texnikalarda hamda misol uchun avtomobillarning narxi borgan sari ko'tarilib boryapti. Koreyada iqtisodiyot mana shunaqa, ya'ni iqtisodiy ahvol hozirda mana shunaqa, shuning uchun narxlar biroz ko'tarilib ketgan. Hyundai modelidan 155A 3500 soat ishlagan texnikani mana biz logistikasini qilib beramiz. Bugun xudo xolasa ko'pchilik bizdan so'raydi 155 talik Hyundai modellarda biz Arctic Holdings kompaniyasi xudo xolasa shunaqa texnikalarni sizga topib beramiz, harakat qilamiz. Narxlarini ham kelishtirib berishga va ko'pchilik narxini qiziqib so'raganligi uchun mana bozordagi hozirgi holatdagi narxini so'rab aytayapman va nalichida 2025-yil 1,5 ming soat ishlagan Hyundai 155 Plus texnikasi bizda bor. 120 ming dollar Telegram kanaliga qo'ydik, WhatsApp kanaliga qo'ydik. Ko'rib kirib, ya'ni ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelsa albatta biz siz bilan aloqaga chiqamiz, narxlarini harakat qilamiz maksimum kelishtirishga. Demak, bu texnikamiz komplektida bitta o'zini asosiy обычный kovushi hamda transhin kovushi 360 adapteri JK modelidan qisqichi va 8 ta baloni ham Hankook kompaniyasidan ekan. Bilganlar biladi, bu juda ham baquvvat balonlar hisoblanadi. O'zbekistonga ketyapti. Egalariga nasib qilsin, Alloh xayrli qilsin ishlarida. Baraka tilaymiz. Arctic Holdings kompaniyasi Janubiy Koreyadan sog' bo'linglar.